qilindi. Oysha banu chim. Atrofimizdagi tuproqda 100% holatlarda qoqshol qo'zg'atuvchi sporalari aniqlanadi. Agar tuproqga odam yoki bo'lmasam hayvon najasi kali tushadigan bo'lsa, 100% u yerda qoqshol sporalari qo'zg'atuvchilari bor. Boshqa dunyodagi lyuboy tuproq olib tekshirilganda 80% holatlarda qoqshol qo'zg'atuvchisi sporalari aniqlangan. Bundan ko'rinib turibdiki, qoqshol qo'zg'atuvchisi atrofimizda to'lib toshib yotibdi. Bu kasallik butun dunyoda uchraydi. Ayniqsa issiq va havosi nam bo'lgan davlatlarda ko'p kuzatiladi. Rivojlanayotgan va vaksinani o'z vaqtida olmaydigan odamlar orasida har 100 mingta odamlardan 30 tasida kuzatiladi. Rivojlangan va vaksinani o'z vaqtida oladigan aholilar orasida esa har 200 mingta odamlar orasidan bittasida uchraydi. Ya'ni rivojlangan davlatlar va vaksinani o'z vaqtida oladigan davlatlar bilan rivojlanayotgan davlatlar orasidagi kasallikni uchrash foizi 60 baravarga farq qiladi. Ya'ni 100 mingtadan 30 ta uchrayapti. Bu yoqda esa 200 mingtadan bittadoni uchrayapti. Ya'ni 60 baravar kam uchraydi vaksina oladigan davlatlarda.